Salom hammaga. Men yana sizlar bilan Kolbasa. Sizlarga bugun frag o'ynab ko'rsataman. Ba'zi birlaring bilarsizlar. Bu o'yin juda zo'r o'yin. Undan oldin sizlarga o'zimni tanishtirmoqchiman. Hozir mana ko'rib, o'yinni boshlashdan oldin ko'rib chiqamiz. Mana bu meni akkauntim. Mana kim bu meni fragmentlar kelgan rankim. Yaqinda 8-arenaga o'taman. Ozroq qoldi. Ko'rib turibsizlar. Sizlarga fragmentlarni ko'rsataman. Mana shular meni fragmentlarim. Mana bularni yaqinda ochaman. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana men sostavim. Endi mayli o'yinni boshlasak ham bo'ladi. 1 2 3 o'yinni boshladik. Stop. O'yinni boshlashdan oldin kelinglar, obuna bo'lib qo'yaylik. 1 2 3. O'ylaymanki boshlaring. 1 2 3 deb o'yinni boshlayman. Ko'rib turibsizlar, men an ustiga bitta bosdim. Sababi hamma o'yinchilarim shu ular bazasiga qarab yuguradi. Hozir keyin men bu yerdan turib, men otaman, chunki bizning bazamiz qo'riqlashib kerak. Ular borib, ular bazasini yo'q qilib kelish kerak. 50% yo 60% o'ynagansizlar bu o'yinni. O'laman. Ulgurmadim. O'qim tugab qoldi-da. Mana ko'rib turishinglar, xohlagan baytlarning ustiga shunday bosasizlar, shunga kirib ketadi. Yana bir bor an ustiga bosdim, to'p otdim, uchib ketadi. Ulgurmadim yana, bechora. Bu jon silishim ko'pda, kuchli baytsam. Menga yoqqan baytlardan biri shu. Ultasini shuni ushlatasizlar, odamlar uchib ketadi. Mana hozir ko'rasizlar, mana shunday bo'lib, shuni hozir 3 ta odam yopib yubordim men. 3 ta emas, 2 ta. Mana 3-inchisi yopildi. Yo'q, yopilmadi. Bu ham normal kuchli baytda bu. Uzoqdan turishga yaqindan bo'lmaydi bu. Mana shu baytni yaqinda ochdim. Zo'r bayt ekan, menga yoqdi. Ko'rib turishinglar mumkin, sanaroq g'alatiroq. Endi bunga o'tamiz, chunki mening vazifam ba'zan zashta qilish. O'shaning uchun zashta qilaman-da, shuni buni bosaman. Ular o'zlarini qilib kelaveradi. Men o'zim qiynagim kelmayapti. Mana otaman. Shuni mashta turib shuni otsam, o'zi boradi, chunki to'pchalar bironta odamga tegib paqillaydi. Shu turib olsam, otib turaman. O'sha bazamizga ketyapti kimdir. Yugur borib, nimani tutqizsam kerak, o'ltasini ishlatadi. Aytdim, o'ltasini ishlatdi. Yo'q, o'lmas ekanman. Mana shu aptechka, o'rtadagi aptechka zo'rdi. Joningiz 1% bo'lsa ham birdan to'ldirib beradi. Men Brawl Stars ham o'ynayman. Kanalimga kirib ko'rsang, Brawl Stars haqida ham videolar chiqarganman. Birikda endi yaqinda boshladim. Brawl Stars anchadan beri o'ynayman. O'zi o'ldim shaka. Chunki bu kuchli baytda. Hozir o'zingizlar ko'rib turibsizlar, 2 kishi menda birga tashadi, o'ldim. Mana bu karta, xohlagan odamingiz ustiga bosasiz, shuni kirib ketasiz yana. Mana o'chirib yubordim o'zi. Sizlar bilsalaring kerak, yo bilmaysizlarmi? Ko'ribsizlar, o'ldim. Ular o'ldirish. Bu bayt shunday zo'r baytski, shunday men endi o'lim mashinasini bosdim. Chunki bu narsachasi bor, gulla otadi. O'sha ko'rib turibsizlar, charchaganman, ovozim ham bo'g'ilib qoldi, chunki soat 23:28. Sizlar bilan 11da video olyapman. Bo'ldi, yutdik. Tabriklashingiz mumkin.
Mana bu o'yin shunday qilib o'ynaladi. Bilmaganlar bilib qo'ysin. Lekin 50% 60% bilasizlar, boya aytganimdek. Spin deyapti. Endi qilmaymiz, mana spin yo'q-ku. Reklamaga ekan. Mayli, yaxshi qolinglar. Sizlar bilan yana keyingi safar ko'rishguncha xayr.